Uydagi ranglar kayfiyatimizga qanchalik ta'sir qilishini bilasizmi? Ba'zan ranglar bizni kayfiyatimizga, asabiylashishimizga yoki dam olishimizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qizil rangi. U sizga energiya beradi, lekin uni butun xona bo'ylab qo'yadigan bo'lsangiz, sizni asab tizimingizga bosim ko'rsatishi mumkin. Shu sababdan butun xonaga qizil rangini qo'yish tavsiya etilmaydi. Juda yorug' sariq rangi yoki to'q sariq ranglari butun xona bo'ylab agar qo'yadigan bo'lsangiz, sizni ko'zlaringizni charchatishi mumkin. Yotoqxona uchun tinchlantiruvchi ranglar ma'qul. Och ko'k, pastelni yashil, bejeviy va och kulrang ranglar dam olishingiz uchun juda ham ma'qul. Och kulrang dam olish muhitlarini yaratadi. Mehmonxona uchun esa iliq ranglar juda ham yaxshi hisoblanadi va ular samimiylik hamda iliqlik hissini beradi. Agar ishxona haqida gap ketayotgan bo'lsa, unda oq, och kulrang va yog'och ranglari diqqatni jamlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Rang tanlayotganda uni faqatgina chiroyi ko'rinishiga emas, uni yaratayotgan muhitiga ham qarash kerak. Chunki u shunchaki yashash joyi emas, u bizni kayfiyatimizga va energiyamizga ta'sir ko'rsatadigan makondir. Yuqorida ko'rsatilgan har qanday keramik ranglarni siz Kreada topishingiz mumkin.